Ustozlar, demak 6-sinf 2-qism mashq daftaridan AH matematikadan 5-topshiriq 39-betdagi misollarni birgalikda ko'ramiz. Anchadan beri video dars qo'ymadik, demak boshladik. Asosiy kvadratdan iborat bo'lgan kuboidning balandligi 4 cm ga, hajmi esa 256 cm3 ga teng. Kuboidning asosidagi kvadratning yuzini toping. Asosini demak A ekan, kvadrat bo'lsa. Kuboidni endi hajmi qanday bo'lardi? 256 barobar 4 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan A. Mana bu bizda demak nima? Asos yuzi. Shu A kvadratni topamiz. A kvadrat barobar 256 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda necha bo'ladi? 64 bo'ladi. Kvadratning yuzini toping deyapti. Yuzi demak bizda yuzini toping degani uchun shu 64 cm kvadratligi bo'yicha qoladi. Endi aytyapti kuboid asosidagi kvadratning tomonining uzunligini toping deyapti. Mana bu bizda A variant bo'lsa, endi B variant. Tomoni desa, demak A kvadrat barobar 64. A barobar 8 cm ekan. Ikkinchi misolni ham ko'rib qo'yamiz. Ikkita qarama-qarshi yon-yoqlari kvadratdan iborat bo'lgan kuboidning hajmi 3025 cm3. Bo'yi 25 cm. Kuboidning yon-yoqlaridagi kvadratning tomonlarini toping degan, demak bizga nima bo'lyapti? Savol berilyapti. Demak A ekan. Endi 3025 barobar 25 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan A. Endi 3025 ni 25 ga bo'ladigan bo'lsak, A kvadrat barobar 121. Bizda kvadratning tomonini toping deyapti. A barobar 11 cm ga tenglik kelib chiqadi. Ya'ni kvadrat tomoni 11 cm ga teng ekan. Videoga like bosish va YouTube kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.